Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari va guruhimiz a'zolari. Bugun sizlar bilan ingliz tilida vaqt ravishlarini o'rganamiz. Gap tartibida vaqt ravishlaridan foydalanish mavzusini o'rganamiz. Demak, 22-chi darsimiz The Adverbs of Time, ya'ni vaqt ravishlari mavzusi. Shu mavzuni bugun sizlar bilan mukammal o'rganishga harakat qilamiz darsimiz davomida. Lesson 22 The Adverbs of Time, vaqt ravishlari. Xo'p, demak boshladik. Bizda qanaqa vaqt ravishlari bor? Hozirgi oddiy zamonda ishlatadigan vaqt ravishlarimizni ko'rib chiqamiz. Va ularni ketma-ketligida. Birinchi ravishimiz har doim degan ma'noni bildiradi. Bu always ravishi. Always talaffuz qilinishi mana shunaqa always holatda bo'ladi. Always. Har doim. Sometimes. Malades. Sometimes. Ba'zida. Sometimes. Ya'ni ba'zida degan ma'noni bildiradi. Sometimes. Ba'zida. Sometimes. Ba'zida. Keyin odatda deganimiz bor. Usually. Never. deb talaffuz qilamiz. Usually deb talaffuz qilamiz. Bu har odatda degan ma'noni bildiradi. Usually. Never ham bor. Unga hozir biroz turib o'tamiz. Usually demak odatda. Usually odatda yaxshi. Seldom bor. Demak seldom. Onda sonda degan ma'noni bildiradi. Keyin from time to time. From time to time. Vaqti bilan degan ma'noni bildiradi bizga. Vaqti bilan. From time to time. Ya'ni vaqti bilan qilib turadigan ish harakatlarimiz. From time to time. From time to time. Vaqti bilan qilib turadigan ish harakatlarimiz. Mana ko'rishingiz mumkin, vaqti bilan. From time to time. Never bo'lsa, never. Hech qachon. Ya'ni hech qachon qilmaydigan ish harakatlarimiz. Never. Never deb talaffuz qilamiz. Never. R talaffuzda ishlatilmaydi. Never. Hech qachon. Hech qachon. Demak, boshdan ko'rib chiqamiz. Always. Har doim. Sometimes. Ba'zida. Usually. Odatda. Seldom. Onda sonda. From time to time. Vaqti bilan. Never. Hech qachon. Endi mana shu vaqt ravishlarimizni gap tartibida ishlatishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni biz odatiy ingliz tili gaplarida ega, ondan keyin ish harakat, ya'ni kesim va to'ldiruvchi, joy va vaqt ishlatardik. Mana shunaqa tartibda bo'lardi gaplarimiz ingliz tilida. O'tgan darsimizda buni ko'rib o'tdik. Bu safar endi xuddi shu nimaga vaqt ravishini kirgizamiz. O'rtaga egadan keyin vaqt ravishini kirgizamiz. Shunaqa gapni o'rganamiz, buni gap tuzishni. Xo'p, misol keltiraman. Misol uchun Sardor demak sometimes eats an ice cream at school. Bo'ldi. Endi mana vaqt ravishini egadan keyin qo'yganimizda ba'zan mana bu vaqt bizga
qo'shimcha vaqt kerak bo'lmay qoladi. Chunki mana vaqtni bu yerda beryapmiz sometimes'da. Tushuntirib beraman, qaysi gap egasi, qaysi gap qismi qayerda kelayotganligini. Ega bu ish harakatni bajaruvchisi, bu sardor. Sardor tomonidan ish harakat bajariladi. Vaqt ravishi sometimes nima degani edi? Ba'zida, mana sometimes ba'zida. Eats demak harakat bu, ya'ni kesim, mana ish harakat kesim bu eats. Ice cream muzqaymoq. Bu gapni to'ldiruvchisi nimani so'rovga javob bo'lyapti? At school, maktabda. Qayerda? Bu joy. Yaxshi, davom etamiz. Malik usually drives a car in the street. Mana bu gapimizga e'tibor beramiz. Malik bu gapning egasi. Usually bizda vaqt ravishi hisoblanadi, ya'ni odatda. Drives haydaydi. A car mashinani, to'ldiruvchi bu, to'ldiruvchi mashinani. Joy bu street, ya'ni ko'cha, ko'chada. In the street, ko'chada. Ya'ni bu yerda mana sardor ba'zida, buni tarjima qiladigan bo'lsak, deb yuqorisidagi. Sardor ba'zida yeydi muzqaymoqni maktabda. Mana bu at prelogiga ham e'tibor berishingizni so'rayman. Bu da degan ma'noni bildiradi bizga. Da degan ma'no. At degan. Qavsga olib yozib qo'yapman. At school, maktabda. Drives a car in the street. Ya'ni Malik bu yerda gapning egasi. Malik odatda haydaydi mashinani. Bitta deganni ham o'zbek tilida misol uchun tarjimalarimizda keltirilmaydi. Degani o'zi bitta degan ma'noda. Bu yerda artikli. Birlikdagi otlarda olib artikl qo'yish ham esimizdan chiqmasin. Mashinani ko'chada. Bu in the degani da degan ma'noda bu yerda. In the street. Street ko'cha. Ko'chada. Xo'p, I seldom buy pizza in the supermarket. Mana e'tibor beramiz. Men gapning egasi, mana ega. Seldom bu bugungi o'rganayotgan mavzumiz. Vaqt ravishi hisoblanadi. Vaqt ravishi men demak. Onda sonda harakat bu yerda mana buy, sotib olaman. Pizzani mana to'ldiruvchi bu. Nimani degan so'rovga javob bo'lyapti. Pizzani in the supermarket. Joy va joy mana. Supermarketdan. Demak men onda sonda sotib olaman pizzani supermarketdan. Mana shunaqa. Onda sonda. Shunaqa. Demak, gap tuzganimizda shunaqa, endi mana bunaqa strukturaga qarab tuzsak ham bo'ladi. Ya'ni egadan keyin shunaqa vaqt ravishi qo'ysak bo'ladi. Bugungi o'rgangan vaqt ravishlarimizda. Bu yerda bor always, sometimes, usually, seldom, from time to time, never. Shu vaqt ravishlaridan foydalanib, shunaqa mana bu strukturaga qaragan holatda mana bu gap namunalarini o'rganib chiqib, gaplar tuzsak bo'ladi. Demak, uyga vazifa sifatida uyga vazifa demak 24 ta gap tuzish. Shunaqa. Vaqt ravishlaridan foydalanib bu safar. Vaqt ravishlaridan foydalanishimiz kerak. Misol uchun mana bu joylarga keladigan bo'lsak, joy. Shahar joylarini o'rgandik. O'shalarga moslab misol uchun bank, town, bus station, o'shalarda ham misol uchun joyga o'rnida qo'llab chiroyli gaplar tuzsak bo'ladi. Yana ham men o'zim ham
tarjima qilishga gaplar yuborishim mumkin. Bugungi mavzumiz mana shular. Savollar bormi? Savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol beraveramiz. Savollar bo'lmasa, e'tiboringiz uchun rahmat. Demak, mana shularni o'rganib, faqatgina gap tuzish bugungi vazifamiz. Faqatgina gap tuzsak bo'ldi. Video darsni ko'rib, qayta ko'rib, daftarimizga yozib, lug'atlarga o'rganib, keyin gaplar tuzish.